ona bola sigir. Mana birinchi bolasi ekan mana bu. 25 million deyaptilar. Mana shu sigir mana onasi. Mana onasi mana shu. Mana balachasi. Birinchi bolasi ekan. 25 million deyaptilar mana shuni. Ona bola sigir. Qayerda mol aka? Bozordagi ekan. Mana balani 23 so'rabdi mana. Bolasi kattaroq ekan buni. 23 so'rashibdi-da. Yaxshi, 5 litr sut berar ekan bu ham. 22 deyaptilar ona bola, mana bolasi kichkina buni. Bu kichik ekan bolasi. 5 litr sut beradi deyaptilar, 18 so'rabdi bozor. Bermabdilar, 22 deyaptilar. 8 ta yo'q, ertalab 4 ta, kechqurun 4 ta. Yaxshi. Nebesi sog'. Qayerda moli? Nishon. Nishon? Nishonni moli ekan. Uy manzil nomer olasiz. Yaxshi. Uy manzil telefon nomeringizni ayting. 99 Aha. 098 098 03 03 05. 05. Oladiganlar aloqaga chiqasizlar. Ukajonlar mana ko'rasizlar. Sigir qilaman deganlar mana balachasi bu kichik ekan. Toza mol ekan, qo'li. Mana mol yana bitta mol, ona bola sigir. Bolasi urg'ochi ekan. Yana ikkinchi bolasi, ikkinchi bolasi. Uchinchisi buqaga kelyapti ekan, 4 litr sut berar ekan mana. Qayerda moli? Osoni ingliz guvalakli moli ekan. Oladiganlar mana telefon qilib aloqaga chiqinglar. Necha nomeringizni ayting? 90lik 90lik 871 871 4131. 4131. Marhamat. Garantiya beramiz, Garantiya beramiz. 13 Yaxshi. Marhamat. Aloqaga chiqaverasizlar. Ona bola sigir. Bol bozorga endi mana bu ona bola sigirlarning joyi ekan bu yer. Ona bola sigirlar mana. Bu katta sigir bor ekan. Bu necha deyapsizlar? 70 kam bor. Sut beradimi? Necha litr sut beradi? 40 ta bor. 40 ta. Rossiyskiy moldan bu. Bo'g'ozmi? Nechinchi balasi bo'g'oz bu? 3-chi qora. Katta mol ekan mana ko'rasizlar. Qarovchilar bo'lsa bemalol. Hozir ho'kizlarni olib o'tamiz. Aka, ona bolami? Alohidami? Necha deyapsiz? Kattasi necha mayda necha? 40 deyapmiz, 22 million kam bor deyapmiz. Yaxshi. 22 million, kattasi 40 deyapti ekanlar. Qayerda mol aka? Kasbini moli ekan. Blogermiz. Oluvchilar bo'lsa, Akani ham chiqargani yo'q. chiqasizlarda mana telefon aloqa nomeringizni ayting-da. 91lik 91lik 641 641 77 77 22. 22 aloqaga chiqasizlar. Toza mol ekan mana. Ho'kizlar. Bu ho'kizlar mana. Aka necha deyapsiz buni? 30 deyapti ekanlar. Qayerda mol aka? Qarshiniki. Qarshiniki ekan. Mana oladiganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar bozorga. Chiroyli ho'kizlar chiqqan. Borapsizmi? Otish qibozlari ham mana toychoqlar. Toychoqlar. Otish qibozlari ham. Toychoqlar necha pul deyapsizlar? Toychoqlar. Ha? 10 million deyapsiz. Mana shu sariq 10 million deyapsizlar. Bunisi-chi? Uni 15 deyapsiz. 15 ekan kattakoni. Buni o'tirganlar mana. Bunisi 10 deyaptilar. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berar ekanlar. Telefon nomeringizni bering. 95lik. 95lik. Yo'q, 99lik. 99lik ekan. 361 361 3012. Bemalol mana ko'rib, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Savdolashib olasizlar. Yeb-ichariga garantiya ekan. Mana katta otlarni ko'rsataman sizlarga. Katta ot mana otish quvozlari ham. Ot bilan mana chavandoz deganlarga mana marhamat. Mana qashqa. Mana qizil ham bor ekan.
Narxi nechi pul ekan? 17 million qilyapti. 17 million. Mana Qashqani. Mana Qashqani 17 million qilgan ekanlar. Mana. Qarshi karvon bozoriga chiqqan mana. Marhamat. Kelaverasizlar. Aka nechi sotildi bu? 54 million sotilibdi mana. Oyga qaysi tomonga 54 millionga sotilibdi og'aynilar. Mananga berading. Mana ho'kiz zo'ri. Bundan qilib boqsa-da ana. Nechi deyapsizlar? Qancha? 55. 55 deyapti ekanlar. Mana 8 oylik buzoq. 16,5 olibdilar. 8 oylik buzoq ekan. Ho'kizcha. 16,5 ming.